Balkim bu yolg'ondir. Aldayapti menimcha. O'lganmi? Ha, u o'lgan. Sen o'ldirdingmi? Yo'q. Uni sovuqlik o'ldirdi. Balkim kasallik. Ha, mayli. Nima bo'lganda ham yaxshi bo'pti. Yaxshi. Ha. Va mutlaq farqi yo'q. Kasallikdan o'ldimi yoki sovuqlikdanmi? Bitta bo'ri kamaydi. Endi kechqurun bexavotir uxlaymiz. Bu maxluq bizga tegmaydi. Iflos, qiynalib bo'lgan bo'lsin. Yaramas maxluq. Yaramas maxluq yashagis kelgani uchunmi? Nima? Agar ular ov qilishmasa hech narsasi bo'lmaydi. Hech narsa yemasa o'lishadi. Demak, o'lgis kelmaganligi uchungina maxluqmi? Sen ularni oqlama. Ular tabiatdan shunaqa yovuz. Shuning uchun qiynoqli o'limga munosib. Fikrimga qo'shilasanmi? Bilasanmi? Itlar, bo'rilarni qarindoshi. Bizani deyarli farqimiz yo'q. Hazillashma. Sen umuman ularga o'xshamaysan. O'xshamayman. Menimcha bizani farqimiz faqat bittada. Men ov qilishim shart emas, o'zimga ovqat topish uchun. Agar xo'jayin meni boqmaganida, meni ham tirik qolish uchun o'ldirardim. Va o'shanda seni zulmatda kutayotgan yovuz men bo'lgan bo'lardim. Shu qorga ko'milib yotgan beshorani jasadi sallaga zavq berayotgan bo'lsa, iltimos qilaman, bu zavqinglarni ichinglarda saqlanglar.